Farg'onada yakuniga yetib borayotgan media haftalik barcha jurnalistlar va blogerlar, umuman olganda media olami vakillari uchun tajriba va muloqot maydoni sifatida namoyon bo'lmoqda. Biz ijodiy guruhimiz bilan Farg'onadagi Eko shahar hududida joylashgan Expo markazidamiz. Xabaringiz bor, bu yerda bir necha kundan buyon media haftalik bo'lib o'tmoqda. Media haftaligining bugun 4-kuni. Bugungi jarayonlar ham bir-biridan qiziqarli bo'lishiga ishonamiz va jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Ijodiy guruhimiz bilan dastlab tajribali telejurnalist Ruxsora G'ofurova trenerda tashkillangan mashg'ulotlarda ishtirok etdik. Mashg'ulotlar davomida asosiy diqqat-e'tibor telejurnalistlik kasbiy mahorati, uning mashaqqatlari haqida hayotiy misollar asosida tavsiyalar berildi. Shu bilan birga ma'naviy, ma'rifiy, ilmiy, ijtimoiy, biografik hujjatli filmlar tayyorlash yuzasidan kreativ yondashuvlar o'rtaga tashlandi. Bu borada ishtirokchilarning bilimlari sinovdan o'tkazildi. Bugun menga shunaqa vazifa berilgan, hujjatli filmlar tayyorlash borasida o'zimdagi bor tajribani yosh jurnalistlarimizga, umuman hamkasblarga bilan o'rtoqlashish. Bilasiz, hujjatli filmlar bu real voqelikka asoslangan bo'ladi, asosan hujjatlar asosida tayyorlanadi. Ko'p vaqt talab etadi, yaxshigina mablag'ni talab etadi, ko'plab tadqiqotlar qilish kerak bo'ladi. Shu ishni ham bugungi kunda ko'plab hamkasblarimiz bu janrga qo'l urishga bir oz cho'chiydi. Lekin bugun tez taraqqiy etayotgan, rivojlanayotgan dunyoda hujjatli filmlarga talab nihoyatda katta. Nima uchun deng, oxirgi birgina 5 yil ichida bo'lgan o'zgarishlar, bo'layotgan o'zgarishlar, islohotlar, yangiliklar va qolaversa aynan mana shu islohotlarga to'sqinlik qilayotgan muammolar haqida albatta hujjatli filmlarda aks ettirsak, bu albatta yaxshi. Birgina misol, mana 1939-yilda Farg'ona kanalining qurilishida 160 ming farg'onalik 45 kun ichida Yo'ldosh Oxunboboyev boshchiligida qilingan butun O'zbekistonga bir tatigulik, bir katta bir loyihani qanday hamjihatlik bilan, qanday birdamlik bilan amalga oshirgan ular mehnat qilishganda, aynan bu tasvirlar agar Ali Hamrayev hujjat film qilmaganda yoki boshqa hujjat filmlarda aks etmaganda biz bu haqida bilarmidik yoki kelgusi avlod bu haqida bilarmidi? Xuddi shunday bugun mana yaqin 4-5 yil ichida bo'lgan eng katta o'zgarishlar, islom sivilizatsiyasi markazini o'sha butun dunyo islom olamidagi eng katta yangilik sifatida qarash mumkin. Yoki bo'lmasa Imom al-Buxoriy majmuasini qayta topshirilishi. Bularning barchasi haqida men kelajakda o'ylaymanki, hujjatli filmlar qilinishi kerak. Yoki bo'lmasa u iqtisod deysizmi, tibbiyot deysizmi, ta'lim sohasidami yoki media sohasidami bo'layotgan o'zgarishlar haqida albatta hujjatli filmlar qilinishi kerak. Mana hozir 20 ga yaqin tinglovchilar bor va achinarlisi men ulardan so'radim, birontasi hujjatli film tayyorlamagan. Sababi, hali aytganimdek, bu janrga qo'l urish uchun nafaqat katta mehnat, bir necha oylik mehnat, balki o'sha katta mablag' hamda o'sha tadqiqotlar olib borish kerak. Lekin bugun mana bu yil yurtimiz mustaqilligining 35 yillik to'yi va qilingan o'sha butun bir asrga, ko'p yilga tatigulik yaxshi ishlar. Buni tarixda va kelajakda qoldirish uchun aynan hujjatli film janrida biz kiritsak yaxshiroq bo'ladi va men o'ylaymanki, Farg'ona viloyat hokimligi media sohasiga katta e'tibor qaratgan. Meni bitta fakti juda hayratlantirdi. Media markaz uchun 600 million so'm mablag' sarfladi. Qanchalik darajada katta moddiy texnik baza. Agar siz bugun milliy o'sha kontent markaziga yoki Farg'ona viloyat hokimligiga o'zingizni o'sha hujjatli film yo'nalishidagi ssenariyingizda olib kirsangiz, u qanchalik darajada dolzarbligini siz tushuntira olsangiz, sizga hech kim yo'q deya olmaydi. Bu taklif albatta qanoatlantiriladi. Chunki bu kelajak uchun, bu bizni jamiyatimiz uchun nihoyatda muhimligini siz uni faqatgina isbotlab berishingiz kerak, kerakligini, qanchalik darajada kerakligini tushuntirib bera olishingiz kerak. Bugungi media haftalikda bir kelib ancha taassurotlarga ega bo'ldik. Media haftaligidan biz o'sha hozirgi bugungi kunda dars bo'yicha hujjatli filmlar haqida bir nima oldik, taassurot oldik. Anchagina bir taassurotlarga ega bo'ldik. Mana shu yoshda hozir men shu blogerlik sohasi bo'yicha yo'nalish olib boraman, agro sohasi bo'yicha. Biz shu yoshligimiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar bir o'rganishda davom etishimiz kerak ekan. Men juda ham xursandman.
bu qatnashayotganimdan hamda shu anchagina bilimlarni rivojlantirishga menga asos bo'lyapti. Mana bugun media haftalik darslariga kelganmiz. Men o'zi Renessans telekanalida ishlayman. Bizga bu yerda ancha narsa o'rgatishdi va bizga yana ancha narsa olyapmiz. Men bu yerga kelib ko'p narsani bilmas edim. Shu 4 kun ichida ancha narsani o'rgandim. Bu yerda olgan bilimlarimiz kelgusi ish vaqtlarimizga bizga kerak bo'ladi. Haftalik dasturdan o'rin olgan matbuot kotiblari va axborot xizmatlari rahbarlarining seminar trening mashg'ulotlari ham anchayin qiziqarli kechdi. Jarayonni kuzatar ekanmiz, chinakam samimiy va do'stona muloqot maydoniga guvoh bo'ldik. Savol-javoblarga, muhokama va muloqotlarga boy kechgan trening mashg'ulotlari har bir ishtirokchi uchun manfaatli bo'ldi. To'g'risi, mana shu media markazidagi bo'layotgan chiroyli darslar to'g'risini aytsam bomba. Sababi original uyushtirilgan darslar. Sababi bilasizmi nimaga? Men eng e'tiborimni tortgan jihat mana shu kontent markazi tomonidan jurnalistlarga, shu bilan birgalikda axborot xizmati vakillariga bir kitob taqdim qilindi. Davlat idoralarining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarini verifikatsiya qilish bo'yicha yo'riqnomasi taqdim qilindi. Bu nima bilasizmi? Mana shu hozir axborotlashtirish jarayonida ijtimoiy tarmoqlar juda ham rivojlanib boryapti va barcha rasmiy tashkilotlar, umuman tashkilot, korxona idoralarimiz hammasi o'zlarining faoliyatini, funksional vazifalarini targ'ib qilish uchun mana shu Instagram sahifalarida o'tiribdi-da. Instagram sahifasida verifikatsiyadan o'tish. Bu verifikatsiyadan o'tish nimani beradi? Ya'ni yirik tashkilotlarda, umuman hokimlik vakillarini rasmiy sahifalaridan norasmiy, ya'ni o'sha fake sahifalarni ajratib olish uchun mana shu verifikatsiyadan o'tish kerak. Bu axborot xizmatlari va davlat tashkilotlari uchun qo'shtirnoqda juda ham bosh og'riq bo'layotgan. Chunki verifikatsiyadan o'tish uchun Instagramda aynan shaxsiy tajriba, shaxsiy kuzatuvlar va so'rab surishtirib, kimdandir o'sha nimalarda, nima deydi, takliflarni ola olmasdan juda ham qiynalayotgan bir paytlar bo'lgan. Mana endi hozir kontent markazi sodda, ravon, xalqona, tushunarli tilda mana shu oddiygina yo'riqnomani axborot xizmati vakillariga taqdim qilyapti. Bu ertaga nima beradi? Verifikatsiyadan o'tish uchun katta imkoniyat beradi, yo'lini yengillashtiradi, oson va to'g'ri ravishda tez va oson mana shu verifikatsiyadan o'tish imkoniyatini yaratadi. Men ilgari Farg'onadagi jurnalist, blogerlarda qisman tanir edim, ya'ni press turlarda, infoturlarda, lekin bugun mana media haftalikda juda ham Farg'onani jurnalistika, ommaviy axborot vositalari bilan boy viloyat ekanligini yana bir bor anglab yetdim. Sababi bizga bilim berayotgan, bizni o'qitgani kelgan o'sha kontent markazidagi mutaxassislar bilan bemalol bellasha olib, o'zlarini hatto kamchiliklari, qolaversa yutuqlarini birgalikda juda ham chiroyli tarzda muhokama qilinyapti. Haligi bitta gap bor-ku, yo tushungan odamda yoki tushunmagan odamda savol bo'ladi degan. Bizda menimcha tushunib ham savol berishyapti, ulardan shu narsani ham javobni ham juda ham chiroyli tarzda qabul qilib olyapmiz. Shaxsan men yosh jurnalist, yosh muxbir, qolaversa media olamiga kirib kelgan, mana matbuot kotibligini faoliyatini ham boshlagan bo'lsam, juda ham katta maktab bo'lyapti. Biz pul sarflab yoki vaqt sarflab mana shu poytaxtga borib yoki boshqa ustozlarni topib, ularga maxsus dars bering bizga degani hech kimda vaqt yo'q bugun. Lekin mana bugungi 5 kunlik o'quv seminarlar, mana shu jarayonlar bizni juda ham chiroyli sayqallayapti degan umiddaman. Media haftalik mana bugun 4-kuni. Bu yerda o'sha barcha hamkasblarimiz bilan birgalikda poytaxtdan kelgan mutaxassislardan bilimlar olmoqdamiz, malakamizni oshirmoqdamiz. Albatta, axborot xizmati rahbari bir vaqtning o'zida ham operator, ham o'sha montajchi, jurnalist yoki o'sha kontent yaratuvchi sifatida barcha yo'nalishlarni egallashga majbur. Albatta, o'z tashkilotni, o'sha masalan biz hokimiyat tizimida bo'ladigan bo'lsak, tizimdagi o'zgarishlarni yoki o'sha rahbarlarni aholi bilan yoki olib borilayotgan islohotlarni aholiga yetkazishda mana bu matbuot kotiblari o'z-o'zidan bog'lovchi sifatida, ma'lumotlarni to'g'ri yetkazib beruvchi bog'lovchi sifatida faoliyat olib boradi. Bu yerda olgan bilimlarimiz mana masalan amaliyotda albatta qo'l keladi. Qolaversa boshqa hududdagi hamkasblar bilan malaka almashish, ularni yoki o'zimiz bilgan bilimlarni ular bilan o'rtoqlashishga ham katta imkoniyat bo'lmoqda. Bu yerda suhbatlashib, boshqa media haftaliklaridan bugungi bo'layotgan tadbirlarning farqi shundaki, bu yerda har doim masalan
faqat jurnalistlar yoki faqat axborot xizmati rahbarlari emas, bu yerda operatorlarni ham, hattoki mobil demak o'sha blogerlarni ham o'qitilib, barcha yo'nalishlar qamrab olingan. Bugun media haftaligining 4-kuni biz jurnalistlar, qolaversa axborot xizmati rahbarlari o'zimizga kerakli tajribalarni olyapmiz. Kontent yaratishda deysizmi, bir xalqqa xolisona axborot yetkazishda deysizmi, bu yerda olayotgan bilimlarimiz bizni faoliyatimizda bir katta kuch bo'ladi, motivatsiya bo'ladi desam adashmayman. Hozirda bo'lib o'tayotgan Farg'onadagi bu media haftalik men uchun bir tajriba maktabi bo'la oladi. Chunki men Farg'ona viloyatidagi eng yosh axborot xizmati rahbariman. Hozirda men bu yerda ustozlarimni ko'ryapman, tengqurlarimni ko'ryapman, blogerlarni ko'ryapman, do'stlar orttiryapman. Asosiysi bu menga tajriba bir maktabi bo'lyapti. Nimagaki bir eng yosh axborot xizmati rahbarida shuni ayta olamanki, ustozlardan biz axborotlarni qanday tahlil qilishligini, kuzatuvchilarga ularni qanday yetkazishligini, kuzatuvchiga men shuni yetkaza olyapmanmi degan savollarga avval o'zimiz javob olishligimizni, axborotlarimizni soddalashtirib yanada bir qatlamga yetkazib borish qanday bo'lishligini o'rganyapman. Asosiysi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan informatsiyalarga biz tezkorlik bilan axborot xizmati rahbarlari o'z munosabatlarimizni bildirishligimiz, jamoatchilikka to'g'ri, rasmiy, eng asosiysi xolis axborotni qanday yetkazish kerakligi bo'yicha tajribali ustozlardan fikrlar, hayot maktabini olyapmiz. Media haftalikda mana 2-kunida ishtirok etyapmiz. Bu joyda o'sha davlat hokimiyati organlari hamda davlat tashkilotlari axborot xizmatlariga mana shu ish davomida kerak bo'ladigan asosiy tushunchalar, yangi yo'nalishlar berib borilmoqda. Ya'ni o'sha tashkilotlarni fuqarolar bilan, ommaviy axborot vositalari bilan bog'lovchi rolini yanada oshirishda bilim va ko'nikmalar berilyapti. Ya'ni tezkorlik, xolislik, aniqlik, o'sha ma'lumotlarni tushunarli va fuqarolarga bir oson yetib borish usullari bo'yicha yangi o'sha bilim va ko'nikmalarni o'zimizga olyapmiz. Ko'rib turganingizdek, media haftalik kreativ g'oyalar, samarali muloqot va yangicha ishlash muhitini yaratmoqda. Farg'onada o'tayotgan media haftaligining 4-kuni ham mana o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, uning ishtirokchisi bo'lgan telejurnalistlar, teleoperatorlar, media olami vakillari uchun juda ham qiziqarli kechdi. Ertaga haftalikning so'nggi 5-kunida ham bizni juda ajoyib, bir-biridan qiziqarli jarayonlar kutib turibdi.